Men sizga hozir ko'rsatadigan narsadan siz aniq foydalanasiz, faqat bundan to'g'ri maqsadda foydalaning. Yaqin insonlaringizni kuzatishi, farzandlaringiz qachon maktabga borib, qachon uyga kelganini bilishi, butunlay nazorat qilishni xohlasangiz, bu video siz uchun. Xo'p, buning uchun ikkala telefonda ham Play Marketdan Samsung Find ilovasini ko'chirib olamiz. Keyin kirganimizdan keyin mana plus emblemasini bosamiz. Ichiga kirib turib, ko'rmoqchi bo'lgan odamingizni kontaktini kirgizasiz. Bu o'zingizni kontaktingizdan tortib oladi. Keyin bu odamni 1 soat ko'rmoqchimiz, 24 soatmi yoki har doim? Har doim mana nafsingdan belgilaymiz, поделиться. Bosganimizdan keyin ikkinchi telefondan buni qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Qabul qilishni bir marta bosasiz, bo'ldi. Mana ko'rsatyapti. Endi shuni ichiga kirsak, xohlasangiz mana birinchisidan bossangiz, shu turgan odamni joyiga yetib olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana kelgan joylarni ko'rsatib turadigan joyga kirasiz mana. Прибытие покинуть, прибытие или уход. Xohlasangiz faqat kerakli joydan chiqib ketgani, xohlasangiz qachon kelgani, xohlasangiz ikkalasini ham ko'rsatadi. Qachon chiqdi, qachon kirdi, hammasini ko'rsatib bo'ladi. Uning uchun faqat kerakli joyni belgilab qo'yasiz. Ya'ni uy bo'lsa, bu yerga dom deb kirgizib qo'yasiz. Agar maktab bo'lsa, shu yoqqa maktab adresini kirgizib, bir marta saqlanib qilib qo'yasiz. Bo'ldi. Keyin har doim sizga qachon keldi, qachon ketdi, maktabdan chiqdi, uyga keldi, qayerga bordi, hammasini shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Bu xabar tepadan bunday tushirganingizda mana chiqib turadi mana shunaqa bo'lib. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Endi xo'jayingizni boshqa joydaman deb aldolmaysiz.